Ajab sirlar. Tom tom nom nom. Bu asıl bitcama aygamagan dedim men bu bilshuhrasiya. Mashinani buzib o'tiribdi. Asilbek. Oh. Yana nimani boshladinglar? Asilbek, nima qilyapsan-da? Chiq bu yoqqa, mashinani nima qildi endi? Yonmayapti-ku. Dada, nima bo'ldi mashinaga? Mashinaga o'tirding-ki kecha. Buzgansan-da, o't olmayapti u. Chaqir bironta usta ham bo'lsa, tuzatsin uni. Kakras, zo'r og'ayimda. Xos chaqiraman, zo'r usta. Ha, usta mazza zo'rni charchamayapsizmi? Bir mashinachani ko'rib bering, qani bu yurmayapti-da, bunga nima bo'ldi ekan? Bo'ldi. Ha, Sizga aytgan shu-da. ha, yo'q-a? Ha, ko'ring qani usta nima bo'ldi ekan bunga? Bangladesh ham yomon rivojlanib ketdi. Qaradigan mashinasini qarang. Yo'q-a? Bu Xitoy mashinasi usta. Shu Xitoy bilan bir xilda. Ha, Asilbek ham qarab o'rganda men. Asilbek o'zi buning ana ustami? Ha, dada, shaxmatga boradi. Shaxmatni nima aloqasi bor mashina tuzatishga? Dada, bu 1 yil armiyaga ham borib kelgan. Ye, 1 yilliga deysanmi? Ha? Nima qilyapti bu? Vau. Salonni qarang. Tuzatgandir-da. Usta nima bo'ldi ekan bunga? Amak, men buni aybini topdim. Qanaqa ekan? Yonmayapti. Yo'q-a? Abed tayyormi, amak? Abed deysizmi? Ustasi sekin boravering bo'lmasa. O'zimiz nima qilib olamiz bo'lmasa. Bo'ldi. Asilbek, Dada, fermadagi mollarni emlash kerak. o'zi bitta mol bor. Nima farqi bor? Gap qaytarma, emlash kerak deyapman. Zo'r mol doktor og'ayim bor, chaqiring. Chaqir. Amak, forma veterinar chaqiryapsizlarmi? Ye. Bu yana keldi-ku bu. Qaysi mollarni emlash kerak? Men mol doktoriman. Ketdik ustami? Ye. Bu usta edi-ku bu. Mol doktor bo'libdi bugun. Mollarni o'ldirmasa bo'ladi emlayman deb. Hozir men o'zim bilaman buni nima qilishdi. Alo. Bo'pti, raxorim. Sevgidan kuygan, nima qilyapsan bu yoqqa? Kim bilan gaplashyapsan? Dadam og'aynim bilan gaplashyaptim. O'zi aniq o'rtog'ingmi? Qara lekin sevgi aralashtirma hayotingga. Endi o'zi 32 ga kirdi. Sen undan ko'ra mollar suv ber. Dada, menga nima sevgidan kuygan deb ism qo'ygansizlar? Endi bu ismni senga qo'yishimdan maqsad biz onam bilan rosa sevgidan kuyganmiz o'sha vaqtlar. Ana shuning uchun senga ham sevgidan kuygan deb ism qo'yganman. Qara, ehtiyot bo'lib qurganlarni kesgin faqat. Bir dona olma bor, kesib yormagin uni. Pishmagan hali. Pishsa bir o'tir yeymiz oilaviy. Tushundingmi sevgidan kuygan? Qara, ehtiyot bo'l. Kimdir? Alo. Jo'shqin, o'zing zo'rmi? Charchamayapsanmi? Yo, yaxshi. Men ham hovliga ish qilayotgandim-da. Kecha ko'rinmading? Yo'q-a? Senga emas, gapirav. Yo, men shu oldiga o'tirdim birdan. Hozir jo'shqin qilaman senga. Alman uzvordingmi? Hozir men buvingni Amerika maxsusi bilan uraman men sen. Dados. Ye. Sevgidan kuygan. Nima qilyapti bu? Yig'laganim yo'q. Jinni, meni aldolmaysan, qarasanki, onashim. Ovoz qayerdan kelyapti? Dados. Hov. Dados. Men seni ko'ryapman. Baqirmayap, buvingni uyg'otib yuborasan. Anor, baby, bolinam, shabnam, gulinor.